Assalomu alaykum yurtdoshlar, qadrdonlar, hammalaring yaxshimisizlar? Bugungi sana 16-oktyabr 2025-yil. Hozir sizlarga ancha yillar oldin qurib bitkizib berganmiz bu issiqxonani. Tepalarini hozir boshqacha holatda ular qishga mosladik. Katyonlar o'rnatildi. Xullas terimizlarini ham juda ajoyib qilindi. Sizlarga ilindik. Mabodo shunaqa teplisa parnillar qilgizmoqchi bo'lsalaring, pastga nomerlar qo'yib qo'yamiz. Bemalol telefon qilishlaringiz mumkin. Hosilini ham ko'rsatamiz. Qani keling-chi. Tepalarga olib mana o'tir. Bismillahirrohmanirrohim. Mana uni qaranglar. Vah. Sekin. O'rtaga Sekin kelinglar hozir. Hosilini ham ko'rsataman. Bu joyda ikkinchi qavat qilib mana ko'rib turibsizlar. Ochilib yopiladigan holat. Toting-da. Mana ko'rsating. Mana ikkinchi qavati shunaqa bo'lib kelyapti. Mana ko'rsating. Aşağı rumlet kıyasını göstereyim. Bu terimiz değil abi bu. 45 metrede mana 45 metrede tiplikani açıp bitta holatda açıp yopirildi. Kimga maynaqa xizmatlar bo'lsa, aytaverasizlar, pastga nomerlar qo'yamiz. Respublikani 12 ta viloyatiga xizmat ko'rsatamiz. Shunaqa tiplisa panellarni qilib yetishtirib beramiz. Olib keling maqi, hosilni ko'rsataylik. Hosilni qaranglar, o janovar. Hosilni qaranglar. 2025-yil 17-oktyabr sanasida turibmiz. Shu bugun mana hosillar qachongacha boradi bu? Oxirgacha olib ketsa bo'laveradi. Oxirgacha olib ketsa bo'laveradi. Kadial degan nima ekan? Mana kompaniyasining Kadial ekilgan. Pito kompaniyasining Kadial degan urug'idan ekilgan ekan. Dehqon akamiz mana. Hop, anolarni qarang, anolarni qarang. Ey! Maza qilib olasiz. Mana uni olib keling, mana uni. Mana hosilni qarang, mana hosilni qarang. Bu tugamaydi mana u ona. Hosillarga qaranglar. Bu qaysi oygacha boradi bu? Buni bahorgacha olib ketsa ham yetib boraveradi. Mana shu holatda bahorgacha mevani beraveradi, xullas. Terimizlar qilindi, qishga holatlar tayyor. Videoni qilishimizdan maqsad kimgadir shu foydamiz tegsin degan maqsadda qilyapmiz. O'rganishlaring mumkin. Menga bering mana nimani. Mana mongadan mana men sizlarga o'zim hozir kamerani oldim, sizlarga mevalarni ko'rsataman. Mana meva. Mana meva. Har bir necha grammgacha qilinar ekan? oldi 200 grammgacha. Oldi 200 grammgacha. Endi mevasi ham shirin ekan. Mana shunday qo'yib turing. Mevani qarang, oy. Mana yerdan solib chiqqan. Namini yana bitta qaytarib aytib bering. Pito kompaniyasining Kadial F1 sorti. Qishki sort bu. Qishki sort. Mazasi o'ta mazali. Mazasi o'ta ham mazza ekan. Mazza qilib yedik. Buni bargalik ekan. Buni o'zi oldida ko'rsangiz yayra orasi ekan. Yerdan solib chiqqan mana. Oho. Mana. Mana qaranglar. O'ta sifatlik. Yarkisi o'ta kuchli mana bu. Shifon. Inshaalloh bu yil qishga yeymiz ekan Badrin aka. Gap yo'q lekin. Mana uni qaranglar. Mana va, shuni ko'raylik. Mana uni qarab turinglar, mana uni qarang. Mevani qaranglar, mevani. Yerdan solib chiqqan. Hozirgi bugungi kunda nech pul sotyapsiz? 10 ming so'm. 10 ming so'm.
boshlanish narxi. Boshlanish narxi 10 ming so'm. Hali oshib boraveradi. Bu hazil ekan, bu kishi bilan bahorga olib ketaman deyapti. Mana shu mevani bahorga olib ketaman deyapti. Mana shu beraverar ekan. 20 kiloga beradi. Fido kompaniyasini Kadial degan F1 sort. F1 sort ekan. Bir joyda 10 tagacha chiqargan joyi bor. Bitta shox orasidan 5 ta, 10 tagacha chiqib ketadi. Qoyili. Bu erkak gul bo'lmaydi, har bittasida bunaqa banachasi bor. Gap yo'q lekin. Bu qaysi oyda ekdingiz? 29-chi nimada ekilgan? Avgustda ekilgan. 40 kunda olib yedik, 45 kunda bozorga chiqdi. Gap yo'q. 29-avgust kuni ekilgan ekan. Bozorda eng oldi nimasida? Mana borgan odam nima qiladi? Hozir 3 kunda o'ta rangi o'ta naqadi. Qasam bering. O'ta. Rangini ham qarang, rangini ham. Rangini ham qarang. Bilan band sopib bo'ladi. Voh. Mana qarang. Yana keyin qadrdonlar bitta narsa. Mazasi ham bor-ku. Hozirgi badrillarda bir xil yesangiz, hali nimasi suvdan ham bemazaroq bo'ladi. Buni yesiz kursullaydi. mazasi ham boshqacha ekan. Mana sen ham ye. Videoda qilishimizdan maqsad kimgadir foydamiz tegsin. Biz buni 3 oy oldin qilib berdik, mana termizlarini. Teplislarni yasab berganmiz. Mana o'rtasiga novlarni qo'yib berganmiz. Suv ketadigan yo'llarni. Tepadagi salafan 1.2 lik, ichkaridagi 0.8 lik. 0.8 lik. Quyosh. Juda ham holati zo'r. Shunaqa parni quraman degan aka-ukalarga xudo xolasa o'zimizni bilganimizcha yordamimizni beramiz. Parnilar qurib beramiz butun respublika bo'ylab. Akamizdan dehqonchilik sirlarini o'rgansanglar bo'ladi. Maslahatlarini ayamaydi, xudo xolasa. Ko'rib turibsizlar, mazaligini qarang, buni mazaligini. Mazaligini qarang. O'zim ham kirib maza qildim. To'g'risi. Salomat bo'linglar, akalar, ukalar, qadrdonlar. Pastga nomerlar qo'yib qo'yapmiz. Xudo xolasa xizmatlaringdamiz. Sizlar bilan Shuhratbek Sobirov.